Hop, 12-chi misol bo'yicha murakkab shaklli perimetri hisoblanadi. Bunda ham odamcha chizib oladigan bo'lsak, bir tomonga qarab harakatlansin mana bu nuqtadan. Yurib mana bu yerga kelsa qancha masofani bosib o'tadi. O'zi perimetr deb berilgan shaklning chegarasining uzunligiga aytiladi. Mana chap tomondagi chegarasining uzunligi 7 ekan. Endi bu yerda yurgani ko'rsatib qo'yibdi 2, bu yerda yurgani 2, bu yerda yurgani 2. Hammasi bo'lib 6 qo'shib yuborsak bo'ladi. Endi bu yerdagi yurgani ham yuqorida 2, 2, 3 ta kesmani parallel ko'chirsak past to'ladi. Shuning uchun pastdagi bo'yalgan qismga ham yana 6 yozdik. Endi yaxshilab e'tibor bering endi. Xo'sh. Keyingi masala bo'yicha bitta bosib o'tgan yo'li, keyin bitta bosib o'tgan yo'li, keyin mana bu yerda bosib o'tgan yo'li. Uchalasini birlashtirsa, mana bu tomon bilan chap tomon bilan ustma tushadi. Bu 3 ta kesma birlashtirib chap tomon bilan ustma tushadi. Demak bu 7 degan. Xulosa qilayotganda 14 ga 12. 26 metrda to'xtalar ekanmiz.